Assalomu alaykum. Hammanglarga qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Kechirsizlar, bugungi programmamiz biroz kechikdi. Sababi Aziz Isa akamiz Amerikaga kelgandan keyin bilgisayarı Angliyaning sistemasida bo'lg'ashqa ba'zi bexatarlik savollarini so'rab ulanamay qoldik. Bir texnik problemlar chiqqanligi uchun kechikdik. Kechirim so'raymiz. Aldı bilan men bugungi qimmatlik so'zlagichilarimizni tunishtirib o'tay. Doktor Gulnaz Abduqodir hadimizni hammanglar bilsizlar, Amerikada burundan beri tunulgan bir ekonomist. Lekin oxirgi kunlarda biz uning she'r kitoblarini o'qib, shundan ta'sirlanib kelyapmiz. O'zini qisqacha tunishtirishni birozdan keyin o'ziga so'raymiz. Andan ikkinchi aziz mehmonimiz Aziz Isa Alkun, Angliyadan kelgan, bilsizlar, ham faoliyatchi, ham she'riyatga ahamiyat berib kelgan bir akamiz ve bugungi programda biz qalbning sadolari, ya'ni o'sha Uyg'urlardagi she'riyatning bizning ruhiy sog'lomligimizga, bizning chidamchanligimizga, shu tan bermaydigan, tiz bukmaydigan biz ruhimizni kuchlantirishga ovozimiz kelyapti? Gulnazada. Geldi. Okay, kechirsizlar. Bu Xitoy hack qilyapti. Bizning programda kesilib bo'ldi. Hech bunda bo'lmaydi. Uyg'ur markazida nurg'unlagan programlarni qildik o'tgan hafta. Xushida hadimizni qilgan chiqyapti avval. Yana bir qitim kechirim so'raymiz. Balki bu programni video shaklda o'ngshab qayta qo'yishimiz mumkin. Men davom qilay. Shu bugungi maqsadimiz shu ikki aziz mehmonimizning fikrlarini, o'ylarini, ta'sirotini anglash, she'riyatning Uyg'ur sog'lomlik va chidamchanligi bo'lgan roli haqida suhbat qilish. Shundoqla bugun Barin vaqasining xotira kuni ekan, nurg'unlagan qarindoshlarimizning shahid bo'lgan kuni, erkinlik uchun, o'z millatining taqdirini qutqizish uchun shahid bo'lgan bir muhim bir kun. Shu munosabat bilan shu shahidlarimizning oilasiga sabr tilaymiz va shularning yotgan yeri jannatda bo'lsin deymiz. Shularmi mana Uyg'ur millatining erkinlik uchun ovozini chiqarish uchun, ya'ni to'xtab qolmay ovozini chiqarish uchun kurash qilib kelgan qahramonlarimiz edi, shahidlarimiz. Bugün biz she'rning o'sha Uyg'urlarga qandoq tasalli berdigini, qandoq ruhini kuchlantirdigini haqida suhbatda bo'lamiz. Undaq bo'lsa programmamizni boshlaylik. Qani Gulnazada, doktor Gulnaz Abduqodir ismlanday Uyg'urchada deb kengashgan. O'zingizni qisqacha bir tunishtirib o'tsangiz
seyirmenlerimizge. Rahmat sizga Alfidar. Assalomu alaykum ko'rganlar. Mening ismim Gulnaz Abduqodir bo'ldi. Amerikaning Virginiyada yashayman. Men o'zim ekonomist ham shu moliya sohasida shug'ullandim. Amerikaga kelgani 42 yil bo'ldi. O'quvchi bo'lib kelgan yosh vaqtimda ikki magistrlik bir doktorlik oldim. Economic ham finance'dan. Ammo she'riyat hayotimninki ayrılmaz bir qismi bo'lib keldi. 24-yili, 25-yili ikki she'r kitobni nashr qildim. Bir hayotimda kichik vaqtimda buni yozgan, yezib kelgan, tanlab qolgan she'rlarni. Yillar o'tgan sari tajribalik hayot tajribamiz jiq bo'lgandan keyin bu davlat atlab boshqa bir yot davlatga kelib bu yerninki yangi muhitlarga ko'nib shu qilib bo'lgan jarayonlardan nurg'un qiyinchiliklarni o'tkazdim. Shu qiyinchiliklarni yengish uchun bu she'riyat mening bir tinish panohgohimga yor bo'ldi. U menga tafakkur qilishga, his tuyg'ularimni, kashmishlarimni va ichki dunyoim bilan bog'lanishninki saqlab qolishiga yordam bo'ldi. Mushunchalik so'zlay. Rahmat Gulnaz aka. Unda bo'lsa qani Aziz aka siz o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar. Sizlarga salom. Kemine Aziz Esa Alkindin qarindoshlardan salom. Albatta Uyg'ur she'riyati va Uyg'urlarning ruhiy jihatdagi kuchligi bu Uyg'urlarning Uyg'ur millatiga bir millat sifatida, bir xalq sifatida mavjudligi, kelib chiqishi va kelgusi taraqqiyoti bilan bevosita munosabatlik Uyg'ur she'riyati bo'libmi, Uyg'urlarning ruhiy jihatdagi pakligi, kuchligi va Uyg'ur millatining millat sifatidagi jon tumuri bo'lgan Uyg'ur tiliniki sog'lom taraqqiyot qilishida she'riyat muhim rol o'ynaydi. Shaxsan men o'zimni tanishtirsam, men 7 yil bo'ldi Angliyada yashab kelyapman. Men Uyg'ur she'riyatiga shu 15 yosh vaqtimda boshlab kirgan. Shuni bilan hozirgacha shu Uyg'ur hammalar bilasizlar, bizniki vatanda Uyg'ur tarixini o'rganish imkoniyatimiz yo'qdi. Shu Uyg'ur tarixini va Uyg'ur klassik adabiyotini o'rganish orqali Uyg'ur tarixini o'rgangan yillarda qisqasi bu she'riyat Uyg'urlarningki milliy mavjudligidagi nihoyatda muhim, ya'ni qalb dunyosini har vaqt qalb dunyosini paklab turadigan, ruhni kuchlantiradigan va mushtaq tragediyaga, irqiy qirg'inchilikqa uchragan davrlarda shu zulmga, ruhiy besimga, tushkunlikka qarshi turadigan jangovar bir ruh. Bu ruh bizniki o'zimizning tafakkur bilan, go'zal Uyg'ur tiliniki har bir misralar bilan qalbimizni poklaydi, kuchlantirdi va kelajakka umid bag'ishlaydi deb qarayman. Rahmat sizga. Shundoq yaxshi tushuntirdingiz. Ishqinlarning gapini anglab mening Uyg'urcha so'z xazinamning qanchalik ozligini his qilyapman. Texmo Uyg'urchamni yaxshilashim kerak. 11 yoshda chiqayotgan boshqa vatandan shu o'qish yozishni mashq qilib turdim, shunday bo'lsa-mu. Men birinchi savolimga o'tay, unda bo'lsa vaqtmi jiq o'tib ketdi. Boshdagi savolim sizlarga, sizlarning shu she'r yozishga ilhom bergan nima, qandoq boshladinglar she'rga qiziqishinglar, qandoq boshlandi? Nima bir sabab bo'lgan voqea yoki bir ish bir payt bo'ldimi? Shuni so'rag'im bor. Qanday unda bo'lsa yana Gulnazada sizdan boshlaylik. Meningki she'riyatga boshlanganim tabiiy boshlandi. Men bir shoir bo'lmayman deb o'ylamagandim. Cho'ng bo'lgan chog'da o'zim shu qiziqishim bilan jumlalarni tuzib, xatlarni tuzishni o'rganib, undan keyin
eng başta dadam bilen apam, kichik dadam Abdüşkür, Muhammad Imin şularning ta'siriga uchirdim. Keyin o'rta maktab kirgan chog'da shu o'rta maktabdagi she'r klubga qatnashgandim. Shu yerda anadan keyin rasmlarga qarab, manzarlarga qarab she'r yozishni, xatlarni tuzib, ashta qilishni o'rgatgan. Shularni o'rganib asosda taraqqiy qilib, u davlat atlab Amerikaga kelib o'qish kelgan chog'da, undan keyin maktabda rasmiy o'qib kirib, o'zimning kasbim iqtisod bo'lgan bilan shu she'r to'g'risida dars oldim. Nazariyasida, yozishda, g'arb dunyolarda qanday she'rlarni yozadi, qanday boshlaydi, qanday oxirlashadi, xiyoli o'y qanday tuziladi deganlarni har xil nazariyalarni. Shuning bilan ham beshimdan o'tgan ishlar cho'ng bo'lgan siri bu oddiy hissiyotdan tafakkurga aylanib, tahlilga aylanib, dehmi cho'nqurlashib, keyincha falsafaviy mulohazalarni qarab, shunga rivoj qilib, shundoq yozib maqdimda. Bu she'riyat borgan siri ichimda cho'nqurlashdi. Oddiy hissiyotlardan cho'nqurga kirib, shunday bo'lib, asta-asta shu hayotimninki bir qismi bo'lib qoldi. Shunchaki so'zlay. Rahmat sizga Gulnazada. Unda bo'lsa, Aziz aka, siz qanday bo'lib boshladingiz? Men boshlashniki bu sababi mundaq. Meniki bu she'r yozishim, Uyg'ur adabiyotiga, klassik adabiyotiga, Uyg'ur tarixiga qiziqishim albatta xalqimizningki menga bergan sovg'ati deb bilaman. Chunki men Tarim daryosiga yaqin kichik bir mahallada cho'ng bo'lgan, yerda cho'ng bo'lgan. Bizning mahalla shundoq bir, ya'ni madaniyatga boy, shundoq bir tipik Uyg'ur yezlaridan biri, Kuchanining janubida Shayar noyasiniki Tarim daryosiga yaqin bir mahallada to'lib cho'ng bo'lgan, tanliq buni yangichiman. Shu kichik vaqtlarimda mashrab o'ynaydi. Shu bizning mahallada dehqonlar har oyda bir qator mashrab o'ynaydi. Mashrabda shundoq diqqatim, shundoq esimda, mashrabda chilim o'ynagan vaqtda yoki usul o'ynagan vaqtda qo'shiq bit aytishadi. Bizda cho'ng bit aytishib o'zaro bit shu yana Uyg'ur she'riyat ediki, yani oddiy kishilar oson tutib oladigan masalan, sening joning, mening jonim bir jon emasmi? Sening uchun mening jonim qurbon emasmi? Nima degan go'zal fasardik iboralar bu. Shunday ta'sir qilibdiki, menga keyin shu vaqtlarda 1970-yillarning oxirlarida Beijingdagi millatlar nashriyati bo'lsin, Urumchidagi xalq nashriyatlari bo'lsin, Uyg'ur xalq qo'shiqlari, bitlar degan kitoblarni nashr qilgan. Shu kitob yanchig'im sevilib, ba'zi bovam bilan padbaqil chiqatdik yoki o'tida o'moratdik degan ishlar qilib. Sen vaqtim bo'lsa, ashunaqar bit yod oldim kichik vaqtimda. Shu har qanday Uyg'ur she'riyati shunga bir misran, ikkinchi misran qanday keladiganligi tabiiylam qilganda borda-chi Uyg'ur tili, go'zal til, qofiyalik, har bir misra tabiiylik keladigan narsa. Shunday zo'xlanatdi buni. Keyin o'tirib chiqqanda bunday imkoniyatlar yozib turdim, u qadar zo'r bo'lmadi. To'liq o'tirib chiqqandan keyin shu Oqsuv gazetida she'rlarim, xabarlar, kichik e'lon qilish boshlashdan o'zim zo'rlandim. U vaqtlarda Xitoyning pulida 2-3 ko'y qalam pul beradi, zo'r ko'p pul, uni asosida butun sinfdagi savodoshlarim bilan kompyuter deb qo'shilib yuratdik. Bo'ldiki bu ishlar. Shu bu ijodiyatniki keyin to'ltirib chiqqandan keyin Uyg'ur adabiyotini o'qishga boshladim, klassik adabiyotni o'qishga boshladim. Keyin Uyg'ur klassik adabiyotiga kirishdim. Shu bilan shu vaqtlarda masalan Abduxoliq Uyg'urning she'rlari deymiz, Nimshet Armiya Elining she'rlari deymiz, oldida degan she'rlari, Anvar Nosirniki qiyilgan yuz tugilgan bir she'r pasatlik aytilgan shu ikkinchi qatimliq shu Jumhuriyat g'o'jidagi Shaturton Jumhuriyati qurilgan vaqtda shu Jumhuriyatniki shu gazetda tahrib ishlagan u kishi. Shunday ilhom bor, chunki biz u vaqtlarda endi chunki siyosiy albatta meniki
şeriatın iki mənbə var. Biri xalqım, mən çoğun bolğan muhit, Uyğur ailesi, Uyğur muhiti bolsa, ikincisi Xitay hökumətinin şu vaxtlarda Uyğurlar yürüzətən türlük besimləri. Məsələn, şu vaxtlarda mən kinki əslimimdə yazdım. Mən doğulub öskən başqa sizlərinin qandaq bilməyəm, olacaq, yak başqalar xəl Irak. Məsələn, Şayar nayisi tarım əmgək bilan özgəriş meydanında Xitay ən çox turma. Bizim öydən 10 kilometr yaxda turma batdı. O yani orni kime əslimimdə yazdım. Yani dünyadaki şu mesela dünyadaki atom bombasındaki merkezi çalışkayı. Şərqi qarsak, Lopnur 300 kilometr Xitayning 1960 yılı başlagan yadro sınıqı. Janubga qarsak Hindistanның yadro sınaqları. G'arbga qarsak Pakistanның, Qozog'istonga qarsak Baykonurki Sovetlarning bütün bizdeki şu Şərqi Türkistan, Uyg'uriston, bütün dünyadaki en ko'p yadro sınaq markazi joylashganda. O vaqtda Xitoy hukumatı planlı to'g'ri siyosatini qattiq ijro qilishga boshlagan, Uyg'urlar nomrod, Xitoy ko'chmanlari shunday ko'p kelishga boshlagan shu vaqtda shu biz faxrlanib aytadigan 12 dekabr voqeasi va undan keyingi Uyg'ur yoshlarining uyg'onishi shu ikki turlik manba meniki dastlabki yillarimda she'r yozishimga, millatning taqdirini o'ylashish, kelajagimiz qanday bo'lishini aytdi. Yaktak shtatlarga qatnashish, uyushish shu 15 yoshimdan boshlab boshlagan desam to'g'ri deb qarayman. Ko'p rahmat sizga. Hozir mening tushunganim bo'yicha Gulnazadimiz texnobak madaniyat, oila, cho'ng bo'lish, yurt güzelligi shularni bekrak ilhom olganda qildi. Endi sizningmi bekrak siyosiy o'zgarishlar, faoliyatlar sizga ta'sir qilgandek shunday his qildim. Mening dadammi Abdukim Boqiy she'r yozadi bilsiz. Ko'pincha bolalar adabiyotiga ahamiyat bergan. Shunda bo'lsa-mu she'rlari maktabimizda dars, kitoblarimizda adabiyot darslarimizda o'rganatdi, boshqa naqshlarni tekst yozadi. Shu vaqtlarda menga eng jiq ta'sir qilganlari shu Abdurim O'tkir apandimning she'rlari bo'ladi. Bir nurg'unlagan she'rni yaxshi ko'rdim. O'zim bek yaxshi ko'rdim. Bizning oilaga kichik vaqtimizda kelsa, gaplarini anglashni yaxshi ko'rdim. Shunchalik vatanparvar, millatparvarlikni shunday yaxshi ifodalagan, muhabbat she'rlarida ifodalaganda shuni bek yaxshi ko'rdim. Andin qiyma gunga she'r deb qo'yamiz, madaniy chatma she'rlarda Ahmadjon Osmon akamizning she'rlarini yaxshi ko'rdim. Eng yaxshi ko'radigan birli misraliq bir she'r var, Xoin tog'lar degan. Xoin tog'lar temisi o'zi qini mening aksi sadoyim. Shundaq bir jumlada Uyg'urning ichidagi nimani shu his tuyg'uni shunday yaxshi isbotlaganda qini mening men haq qildigan narsalarım qini demakchida qini mening aksi sadoyim deyish orqali menga nihoyat yaxshi ilhom bergan. Hamda sizlarga so'ramoqchi bo'lganim shunday ta'sirotlar orqali sizlarni she'r yozganda she'rda o'z kimligimizni, Uyg'urlik kimligimizni, madaniyatimizni ifodalash orqali boshqalarga ta'sir qilg'ili bo'lamdi. Sizlar shuni his qildinglarmi? Nimadan his qildinglar? Shuni bir so'ray dedim. Kimligimiz qanday ta'sir qildi yozgan she'rlaringlarga? Men baldı sözlemdim ya. Albatta. Ladies first deb ayollar boshladi. Sizdan boshlayapmiz Gulnazada. Kimligini meningki bu davlat atlab musafir bo'lib bosh davlat kelgandikin sizin kimliginiz texmi canlı bo'lib ketadi. Texmi o'zingizga ben kimdim deb. Mesela vatanda hammadan o'zi Yevropachilik kelsa biz chetga chiqib ketganlar qanday qilib o'zimizningki kimligimizni saqlab qolishga bakrak kuchab ketmizga. O'zimning ko'z tutishimiz, o'zimning ichimdan chiqqan hissiyotmish shu. Shuning uchun meningki she'rlarimda kimlik to'kilib turdi. Har bir she'rimda, har birsiniki. Shu bütün bir ikkinchi kitabim, birinchi kitabimda bütün bir bobda kimlikni yozadigan. Bundan
Uyg'urning kimligi, meningki yozganlarimninki hammasiniki ichida nihoyatda muhim bir omillarninki birisi. Masalan, Mao echo of the first word. Birinci tuncu sözünki sadası. Ben yani bir anlamlarına da koyayım. Benim yazgan kitaplarım İngilizce. Ben asas cihetten İngilizce nazariyani, şeriatını giymiş. Amerika'da öğrendim. Vatanda öğrengenlerim. Hansuçak şu vaxtımda benim otur mektepte balla jurnalığa neçi şiirlerim neşirge bəgən, nəşirdən çıxan, ulan abay deyişdim, unutqabdım. Hansuç çıxan, Amerika'ya gelip İngilizce yazdım, İngilizce öğrendim. Şunun için hem yazmalarım hazır. Amerika'ya geldim 42 yıl oldu asas cihetten şu İngilizce bulup getdi. Tuncu sözün çıkan Sada degen şiirim, İli Deryası degen, Sihirye degen şiirim. Toğraqnınki bayanları, hemmesi bizim kimligimizni köstüp durdu. Şunun oxşaş nurgun şiirler var. Ben şu anlatmanlarını kitabımı YouTube'dan, Amazon'dan elip okup berişinlarını, okup beqişinlarını tavsiye qılıma. Hem de kitaplarımı Uygurca, İngilizceden Uygurcaga tercüme qılınıvatıdı. Bir grup adamlar tercüme qıvatılardır. Allah buyursa. Yakında olmasam bir neçe ayda çıkıp gelişim mümkün. Şunun için bu Uygur'un kimligi meninki avazımını şiir arqılıq bütün dünyaya yetkizwatıdı. Müjinçik sözler. Köp rahmat Gülnazada, Aziz aka, sizden yazgan, tercüm qılgan, qıvatgan töhfeleriniz, şiirlerinizga Uygurluk kimliginiz qandaq ta'sir qildi için? Endi albatta mening shaxsiy xususiy ijodiyatim bo'lsin, uzun yillardan buyon yoki keyingi vaqtlarda ishlagan Uyg'ur xalqiniki keyingi 10 yillik vaqtim shu Uyg'ur xalqiniki, Uyg'ur millatiniki she'riy madaniyatini dunyoga tanitish, inglizcha tarjima qilish, nashr qilmish ishlarni o'tib ketdi. Shu sababdan o'zimninki Uyg'urcha şu vaqtimning bo'lmaliq sababida Uyg'ur bir she'r to'plamim yo'q. Shundan qaramay Amina Sadaf qarindishimiz mening to'rdagi bir qism she'rlarimni turkchaga tarjima qilib, Chiman qush nomli o'tgan yil Turkiyada turkcha nashr qildirdi. Buning uchun ko'p rahmat aytaman. Albatta, meniki keyingi yil hozir yana ikkinchi bir kitobni ishlayapman. Bu kitob bitirib bo'lgandan keyin mening shaxsiy ijodiyatim muhim emas. Mening ijodiyatim asosan xalqimizniki nihoyat kriz holati Uyg'ur xalqi bunda vaqtda kunlik hayotim shu vaqtni sanab har soat, har minut o'tyapti. Keyingi vaqt, keyingi bir 2 yillardan keyin balkim Uyg'urcha, inglizcha bir qancha she'r to'plamlarim nashrdan chiqishi mumkin. Vaqt masalasi. Shundaqdimi xalqimizga shuni bildirmoqchi, aytmoqchi. Meniki Aziz Esa Alkin nomidagi tor sahifani blog bor. 10 necha yil bo'ldi bu sahifa. Buningda shu azoblangan, nihoyat ko'ngli yerim bo'lgan, o'zi ruh istashni xohlagan qarindoshlarimizniki mening shu tor sahifamga kirib, she'rlar shundoq muzikalik, shundoq kirishtirib ishlangan 200 parchadan ortiq she'rlar bor. Ovozliq, tekis hamma shaklda ko'rishni, o'qishni umid qilaman. She'riyat to'g'risida hamda she'riyatga milliy xoslik albatta, milliy kimlik. Meniki barliq she'rlarim 20 yildan oldin tap bugungacha Uyg'ur kimligi, Uyg'ur mavjudligi, hijron va zulm va erkinlik mush temaga markazlashtirgan. Jumladan men 26 yil burun men Germaniyaniki Germaniya Myunxenda 2 yil yashagan, Angliyaga kelishdan ilgari 99 yil 2001 yilda. Shu vaqtlarda men marhum dostumuz, aktivist dostumuz Farhod Muhammadi, hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultayiniki boshlig'i raisi Turg'unjon Alauddin va men uchimiz kechicha o'tirib 2 yil shu Istiqlol gazetini nashr qilgan. Shu vaqt mening ismim Uyg'ur Azizi nomida men siyosiy obzorlar va adabiyot asarlarini yozatdim. Shu vaqtda
şu İstiqlal gazetesiga yozilgan bir parça she'rimni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Bu Uyg'ur ruhini nihoyat gavdalantirgan she'rni suhbat jarayonida anglab turaylik. Bu she'rning ismi, bu she'r yoz vaqtlarda yozilgan. Bu she'r albatta yosh vaqtlarimizda yozilgan. 26 yil burun yozilibdi bu she'r yosh vaqtlarimizda. Albatta yosh vaqtlarimizda muhabbat nihoyat birinchi tema bo'ldi yoshlar uchun. Muhabbat va kurash. Hech bir har qanday shoirning, har qanday millat zulmga uchragan millatlarda muhabbat va kurash har vaqt bosh tema bo'ldi. Bu she'rmi Uyg'ur xalqiniki bir yosh sifatida bir Uyg'ur yoshniki muhabbat va kurashga bo'lgan orzu armonlar ifodalangan. Bu she'rni birlikda anglaylik. Uyg'ur qiziga ilova ushbu she'r 2000-yili 6-oyda bosh idora organi Germaniyaning Myunxen shahriga joylashgan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultiyining nashr afkori bo'lgan Istiqlol gazetining 11-sonida e'lon qilingan. Emasman Majnun taqlaydigan shoxchi qush. Bo'lsan go'zal so'ydim debla agiydigan. Tasmining so'ymaklikim Uyg'ur qizi, ishqi piroq deb yursang eriydigan. Agar bo'lsang senmi jangchi Uyg'ur uchun, kirib kelsang kurashlarga nozgun bo'lib, bo'lsa azod Uyg'uriston xalqimiz hur, so'yar edim seni jondan aziz bilib. İltimasım Uyg'ur qizi angla so'zim, qo'rilmasin ruhi bugun nuzgumning, yepishayli qo'l tutishib kurashga mahkam, iksenla shunda so'ysang yurkimning. 2000-yili may Myunxen. Rahmat. Kechirsizlar. Rahmat sizga Zakan aytdi ta'sirli she'r ekan. Gulnozada balkim oxirida sizdinmi sizning eng yaxshi ko'radigan she'ringizdan bir kuplet ya bir ikki kuplet anglashni xohlaymiz. Hem seyircilerimiz şunu talep qildi deb o'ylayman. Endi eng muhim savolimizga kelsak, shikilinglar she'r orqali hem kimligimiz, medeniyetimiz, tariximiz hammani ifodalab kep tug'an bo'libmi san'atchilar texmo shu intense deymiz, o texmo kuchli his qiladi deyman bu his tuyg'ularni atrofda bo'layotganlarni ve ta'sirlashga tirishadi deb o'ylayman. Sizlarga savolim mushu she'rning Uyg'urlarning hozirgi ruhiy sog'lomligiga qanday ta'sir qilishi, ya'ni endi salomatligimiz, mental and spiritual hem ruhiy sog'lomligimiz hem normal badaniy sog'lomligimizga qanday ta'sir qildi? Hammamiz vatanga boramaymiz, tuqqanlarimizni ko'ramaymiz, ko'rishamaymiz, telefonlarda so'zlashamaymiz, shu hammamizda bir xil bisim, trauma, bir xil seg'inish, hasrat, hamma narsa shundoq kuchli va bu psixologiyamizni ta'sir qilib, kundalik hayotimizga ta'sir qilyotdi deb o'ylayman. She'r orqali mushu ruhiy sog'lomlikni davolag'ili bo'ladimi? She'r orqali ruhiy sog'lomligimizni texmo chidamchanlikqa, kuchli kurash qiladigan bir ruhga aylantirg'ili bo'lamdi. So'ray, rahmat. Gulnozada yana sizdan boshlaylik. Ma'qul. Menimcha bo'lsa she'r ruhiy sog'lomlikqa nihoyat muhim rol o'ynaydi. Çünkü bizdeki nimini his qilayotganligimizni tushunishimizga yordam beradi. She'r orqali biz shularni ifodalaymiz. Masalan, o'g'il kishilar ichidagi bisimni, g'am qayg'uni, ko'ngil yerimlikni yoki iniqsizlikni ichidagi ifodalamay ichiga pukib yuradi, azoblanadi shularni dalamay ichida. She'riyat dal mushu tuyg'ularni ovoz qilib bizga yetkazadi. Masalan, bu she'r yozishda sizni o'zingizni to'xtatib bir xil shu hissiyotlarni tahlil qilib, shuning bilan birga qalayotgan hissiyotlaringizni ratlab, xiyollarınızı rətlab, bularını təhlil qilib, bularını cümülgü tüzüb,
Şu yezişiniz özünüzningki bir xil şifalık. Andan bu işçinizgi närsini bir çıqırıp etkendan keyin özünüzün bir aram tepip qalsızlar. Däl muşu arqılık sizmi nefes ilişinizmi bulmuş hazırkı Amerika'dak garbi dünyadak iştik maňatkan dünyada yaşlarmı meyli çoňlar bolsun bu Vatandın ayrılgan bisimden başka yani öz turup atkan döwletlerninki bisimini aýdyjykda. Ama bu şiir okuş, şiirini yeziş arkalık özünki çigiş hiyallaryny, çigiş içideki hissiyatlaryny ratlap, onu yezip çıkıp şu arkalık bisimini azaytıp, roy azabını azaytıp, ondan teselli tepip, tefekkür qilish menen bu proses içinde tefekkür qilish, analiz qilish, anandan bir şifalyk tepiş. Şifalyk tapgandan keyin adamda ümit payda boldu, hayatga bir ümit koyuldu. Şoň üçin bu şiiri naýat muhim roý bisimni muş diasporadaki azaytyş, ýoktanmasyny azayta alaydy dep garaýmyn. Meselen, çıqara wagtym sen azrak sözleýme agar wagtym ýok bolsa meni toktup goýaň bekçik söz etmeyi eltidar. Yeni bir paragraf sözleýme etseniz sözler berem. Meselen dediniz. Meselen meninki bir yazgan şiirim baş şiirinin jarýanyny sözläp bersem, kanda özümninki azaplarymny ýokatganlygyny, ifadelygyny boldu demek istedim. Bu şiir olsa ruhimning tupurygy ýeňeden terjime kılatydyk, terjimesi bitmedi. Soil of my soul. Bunlarla şu dadamninki tügep ketgende men tolyjyklap ve Amerikadan ketip yolda tügep ketken hajyda. Hemen apağandım jestini şu tolyjyklap yaş wagtlarymdy wagt menenki 30 neçe yaş wagtlarym. Şunda gip ketkenken şu dadamning tupurgydan zaratganlykdan apam bir tuprakny ýaglyk çigip dadamny ýögen daky çigip üstüden on dadamnyň kol ýaglygy çigip bergendi. Agaş geten şu sizge hemrah boldu dep. Onu tatmagy sep goýup her daim şunu görsem azaplanıp jyğlatdym da. Şunu bir neçe yıl burun, hele bir 10 yıldak burun, onu bir günü şu şiir kılıp içimdeki azaplıklarını çıkarıp etiş üçün, içimdeki şu mürekkep oylarını, hiyallarını, his tuygularını redlep, onu yezip çıktım. Yezip çıkandan keyin üzerine bir teselli tapdım da. Çünkü o şiirin ahırsı da eğer menmi bir günü menin vaxtım toşup kitip kalsam şular ketken yerge menin üstümde topunu çiçivetse men dadam apam bilen dilli bolmanken hem vatan bilen dilli bolmanken. Çünkü şunu hazır oylsam için öpkem örlep durdu. Çünkü näde bolay meyli men yana şular bilen dildikenme dep üzerine bir teselli tapgan. Onun için bu nekenem ulan köysem yani içim örleydi şu ceryanlarını oylasam ama şu şiir arkalık üzem yolumunu içip yoruqluğunu tapkan. Düşüneceksiniz. Rahmet Gülnazade, raslı təsirlik bir arka ceryanı bayganu şiirinizden tercüme kılmaganda okuşun taqazalık olan kütüptürümüz. Sizge oxşar sualını sorsam Aziz aka, şiirinin şu Uygurlarning ruhi sağlamlıqıga qandaq paydası bolar? Elbette paydası boladı. Bu çünkü insanlarınki ruhi sağlamlığı vaxtsat kelgende cismani yoki fizikli sağlamlıqdan näýet mühim bolan turdy. Biz insan bolgaçqa qalbimiz muhabbet ve nefretini her vakit tüyüp turgaçqa bizning ruhi sağlamlığımız näýet mühim bolan turdy. Ruhimiz sağlam bolamysa, biz qancha tenimiz sağ bolsunmu, o sağ bedenniki, o hayatın kıymet olmaydı. Bu dünyada Uygurlarla emas, bütün dünya boyunca insaniyetninki xarakter şunda. Qaysi bir milletning yozuvchi ve şairleri, yani
shu o'z xalqi nihoyat qattiq azoblarga, irqiy qirg'inchiliklarga, yo'qotishlarga, ziyonkashlarga uchirsa, u millatdan nihoyat jasur ataliq shoirlar chiqadi, san'atkorlar chiqadi. Masalan, yahudlarniki tarixiga qarab boqaylik. Nurg'un shu dunyoda irqiy qirg'inchilikka uchragan, zulm uchragan millatlarga adabiyot san'atga qarab boqaylik. Bu shunga adabiyot san'at shuning uchunlar biz shunaqa aytolmaymiz. Bu ruhni poklaydigan, ruhni sog'lomlashtiradigan nihoyat muhim, inson ruhini sog'lomlashtiradigan va ba'zan tampilni saqlaydigan nihoyat muhim bir vosita deb qaraymiz, ya'ni ifoda, expression. Masalan, men bu yerda o'z ijodiyatim bo'yicha, ya'ni o'zimning beshiga kelgan shu kulfatlar bo'yicha sizlardan shu ijodiy misollarni aytib beray. Men 2000da 16-yillari nihoyat qattiq azoblangan. Chunki u vaqtlarda balki nurg'un Uyg'urlar Xitoy hukumatidagi Uyg'urlar elib berayotgan bu irqiy qirg'inchiliklarniki boshlanganligi mushta bir zo'r vaqalarning bo'lgan vaqtlarda nurg'un xalqimiz tushunib yetmagan. Ammo men shu vaqtda bitib bo'lgan emishlarni. Chunki mening asli telefon aloqalarim 2015-yildan boshlab kesishga boshlagan. Nihoyat og'ir kelgan bu ishlar. O vaqtlarda men otam shundoq hozir Gulnaz xonim aytgandek, biz hammamiz ota-onamizniki bu muhojiratda surgundagi hayot nihoyat og'ir keladi. Biz yaxshi ko'rganlarimizni yo'qotish, ular bilan didor bo'lolmaslik. 2016-yili shundoq og'ir keldi bu kunlar, shu kuz fasli. Shu otam sakratlik vaqt. Shuning bilan shundoq azoblanib nurg'un meniki ijodiyatlarim ayni vaqtda shu azobdan qutulish, shu azob, shu tatgan alamlarni ifodalash, o'rtoqlashish. Shu vaqtlarda yozilgan bo'lsa, u asar yozilgandan keyin necha qatim o'zim o'qib, o'zimniki ruhiy jihatdan menga tasalli bo'lib kelgan. Shu ijodiyatlarimda ikki bosh she'rni o'qib beraman sizlarga. Birinchisi 2016 oxirida yozilgan. O she'rning ismi Yurkim yansı meylim. Yazılgan vaqti 2017-yili 16-oktyabr Londonda yozilibdi ekan. Yurkim yansı meylimi. Faslning ranglari to'kilgan damlar, uchmidi xazandek hayotdan kimlar, musibatdan oqsoq ig'ir qadamlar, pig'ondan yurkim yansı meylimi. Sukutda men sahar daryo bo'yida, bazmiga ko'glar tugmandek dunyo o'yimda, azobdan bu yurak ko'ysi meylimi. Qarg'aylar osmonga qarab sap tortgan, tog' boshiga tumanlar upuq yopgan, vodilar sarg'ayib yalang'och yotgan, xazin bo'lib umr ketsa meylimi. Tarimdiki oltin kuzni men sig'inib, to'g'roq yapriqidek kuzni sarg'ayib, Tangri so'ygan ko'kka iltijo qilib, hayot o'tib ketsa turay meylimi. Fasl bilan tuyg'um to'g'ilib tursa, sevgim bilan nafrat kurashga to'lsa, kulkam bilan yig'am ayrilmas bo'lsa, pig'ondin bu yurkim yansa meylimi. Suv yuzida laylab oqar yupurmoq, aksim titrab turar ustida biroq, qo'yilgan hayotga sehrlik so'roq, alkun pig'ondin o'lsa meylimi. Masalan, bu she'rni anladinglar. Buningdagi hasrat bu she'rga uyushtirilgan. Bu she'rdagi ya'ni iltijo, adolat bo'lgan iltijo. Ya'ni inson taqatniki eng chek yetgan bir ifodani, ya'ni bir seg'inishni, bir hijronni his qila olasizlar. Nurg'un qarindoshlarimiz bu she'rni o'qidi, ovozli o'qidi, shunday yaxshi ko'p tarqaldi bu she'r. Albatta, shu Alkin To'g'ridan bu she'rni o'qiy olasizlar. Ikkinchi bir misolni aytsam, shu 2016-yil otam sakratga tushdi. Keyin 2017-yil, bu she'r 2017-da yozilib ekan. Shu yili bir oydan keyin noyabr oyida otam tugab ketdi. O tiyapiyatli xabarni men bir qancha kunlardan keyin uqdim. Onun ustiga bumi shu vaqtlarda atamga marsiya yozgan. Keyin bumi oz kelgandek
2 yildan ortiqroq vaqtdan keyin, ya'ni atam o'z qabrisida mushaq bir maqola yozdim, inglizcha e'lon qilindi. Atam o'z qabrisida 223 kun turibdi deb. Keyin atamning 2 yildan keyin Google xaritadan uyniga joylashgan o'rnini, qabrisini qayerda hammasi bilaman-da men. Men vatan baqa vaqtda qabrlarni yozib qo'ygan. Keyin o qabrisniki buzib ketganligini bilganda uzluksiz buzib qabrini. Keyin shu yil shu yaqinroq vaqt shu Turkiyadagi futbol davlat futbolchi Mesut Uzilma shuning bilan men 2021 yili 1-oyning 2-kun CNN'da maxsus suhbat berdim. Suhbat berib, Xitoy hukumatidagi Uyg'urlarning barliq shu Uyg'urlarning milliy urf-odatlariga oid, diniy hayotiga oid masjid, qabristonlarni yo'q qilinganligini suhbat berdi. Keyin Xitoy hukumati nəhayət köp mən qarşı təşkilatlarını etmədi. Hətta öydüklər qalmadı bu təşkilatlarına qatnaşdırılğan. Nəhayət köp mənə qarşı axbarat uruş desək bunu elan qıldı 2000 yılı. Nəhayət köp nimələr oldu. Bu arada keyin mən neçə qatım BBC bu haqda yəni təfsilli, yəni uçqaraq qılıb söhbət berdim və bayannamə elan qıldım. Gerçi bu faqat mening atamning o'limi emas, mening atamning qabrisi emas. Bütün Uyg'ur xalqining beshiga kelgan, tarixda ko'rib boqmagan Uyg'ur ruhini yaksan qilish, Uyg'urlarning mavjudligini, shu tuproqda yashagan yiltizni yo'qlashdan iborat bu Uyg'urlarning e'tiqodiga qarshi, milliy kimlikka qarshi bu harakat albatta hech bir Uyg'ur qabul qilmaydi, dunyo ham qabul qilmaydi. Shu vaqtda yozgan, atam yozgan bir she'r yazdım, yani Mersiye Atacan'da. Onu matbuattan ko'rib olsanglar bo'ldi. Shu she'rni yozgandan keyin o'zimga tasalli topdim. O'zimga demak, menga shu tasalliga muhtoj. Shu g'azab, nafratim, muhabbatim shu she'rlarim orqali har bir kunlar ifodalandi. Keyin u she'r inglizcha, uyg'urcha turbatlarda keng tarqaldi. Demak, endi bu yerda deganimiz xalqimizga albatta nəhayət ağır kunlarda hammamizniki she'r yozib turishimizning o'rni yo'q. Albatta yoza oladigan qarindoshlarimiz yozish kerak. Demak, o'g'lim bu yerda shuni umid qilaman. Har bir nima bo'lsin bir ishqa yoki kundalik hayotimizdan boshqa, jon baxsh ishlashdan boshqa bir ish bilan o'zimiz yaxshi ko'rgan bir ish bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Men albatta mening boshqa ishlarim bor. Meniki qilayotgan ishlarim she'riyat, uyg'uriyat munosabatsiz. Odatda ilmiy soat ishlayman. Demak, o'g'lim bu yerda ruhni tavlab turishimiz kerak. Masalan, kitob o'qish, sport, yana tantarbiya bilan shug'ullanish, yaxshi ko'rgan musiqalarimizni anglash, do'stlar bilan o'zaro ko'rishish, yaxshi hech bo'lmaganda xolis, ya'ni volunteer ishlash, yaxshi ko'rgan ishlar bo'yicha. Hech bo'lmaganda 5 kun ishlasak, jonli baqada ishni qilsak, bir kun hech bo'lmaganda uyda tursak, bir kun yo yarim kun volunteer qilamizmi, bir xolis bir ishlar qilamizmi, jamoatchilik ishlarni qilamizmi? Bu odamning ruhiyatini bir ishqa, bir azobli uzun muddat turib olgandan keyin u odamni nobud qo'yadi. Shunga bu ruhiy sog'lomlik bu muhim. Bu yerda albatta she'r Uyg'ur she'riyatiniki she'rning ahamiyati nihoyat zo'r. Ammo she'rni ham huzurlanish kerak albatta. Bu ruhga quvvat beradi, ruhni poklaydi. Ammo hamma odamlarning she'r yozish notayin, hamma odamlar adabiyotga qiziqish notayin. Shunga har turli ishlarni shug'ullansak, mush ig'ir kunlarni beshimizdan yenik bilan o'tkazamiz va hayotga umid bilan boqamiz, o'zimiz yenik his qilamiz. Rahmat sizga Aziz Aysa aka. Vaqtimiz xeyli tushib qolibdi. Shunga men abaya kelgan savollarni mujassamlab birlam savol so'ray. Aziz akamiz biza deb o'tdi garchi buni. Shu kelgusidagi yozuvchilarimizga she'r yozishga qiziqadigan shoir qiziquvchilarga qanday tavsiyalaringiz bor? Shuni bir so'raylik kelgan savollarning orasida. Ondan keyin Gulnazada sizdan o'zingiz yaxshi ko'rgan bir she'ringizdan bir kuplet anglasak. Rahmat.
Meningki tavsiyelerim hem de olup mu yaşlığa demişti o siz diasporadaki yaşlığa. Mesela vatan biz kendi qinimiz tükülgen yani bekrek sevgimiz kichik vaqtimizdagi eslemeler, sizlarning yoshlik vaqtingizdagi eslemeler shularmi shu yozdığınlarga ilham berib keldi-ku, shuning manbasi bo'ladi. Ammo u chet elda tug'ilgan bolalarimiz tiqi vatanni ko'rmaganlar, shularning orasida she'r yozib chiqqanlarni ko'ryapman. Gulchehradimizning qizini, angladim G'uljini, Qashqani shaharlarni tasvirlab yozgan, seg'inishini ifodalagan she'rlar. Shuningga o'xshash yosh diasporadagi she'r qiziqchilarga qanday tavsiyalaringiz bor? Endi bu she'r yozgandichu sizga bek ta'sir qilgan narsalarni umdaroq yoza olasiz. Ta'sir qilmagan narsalarni zo'rlab yozish ketadi, uningda ancha yaxshi chiqmaydi. Endi vatandan kelgan yoshlar bo'lsa, yana ularning ota-onasi, ota-bovisi, ota-onasi bu yerda bo'lsin, boshqa urug' tuqqanlar va vatanni ko'rganlar shularni seg'inish orqali yezishga qiziqsa, ular vatan yasınaydı, esil yaxshi chiqadi. Endi bu mening bolalarim masalan 3 yil Amerikada tug'ilgan, bularni vatanni ko'rgan, biz yo'l ochiq vaqtlarda apagandik, necha qitimlab apagandik. Shuning uchun ularningki vatanga bo'lgan seg'inishi, sevgisi yana vatanni ko'rmaganlarga yana o'xshamaydi. Ularning yani hissiyoti bor. Chunki ular u yerda mo'musini, buvisini ko'rgan, boshqa urug' tuqqanlarni ko'rgan, shu joylarda yurgan, vatanning tog' daryolarini ko'rgan, ularning boshqaga faqat vatanga bormaganlar bo'lsa, yana o'zining ota-onasining ta'sir bilan, uydagi rasmlar bilan, ota-onaning diyorlari bilan va shu Uyg'ur diaspora community bo'layotgan har xil faoliyatlar orasida yana shu yerdan tasalli, shu yerdan bir tafakkur tepib yoza oladi. Shuning uchun men ularga hammasini yezib, o'zining ichidagi nozuk o'ylarini ifodalashdan tortinmay, dodillik bilan yezib chiqishni tavsiya qilaman. Mendan she'r so'rgandingiz, abayga bir she'r keladi. Burunqi men sizningki savolingizni qarab bir she'rni bir dastlabki tarjimasi bu men ikkinchi kitobimdagi bir she'r botdi. Tuzatmagan dastlabki tarjimasi shuni o'qib beray. Lektorlardek o'qimayman, ammo I try. Bu she'r olsa bu 98-she'rim, birinchi kitobdagi. Birinchi kitob 98-she'rim The Pursuit of Inner Peace. Bugungi programga dal tushadigan she'rga bu bir 7 kubletlik she'r. Buni hammasini o'qimay shu yerdagi bir 2 kubletdan o'qib beray. Ishki tinchlikni izlash. Ishki tinchlikni izlash, o'zimizning ishki dunyodagi tinchlikni izlash. Sirtda bo'ron chopqin qattiq qo'zg'alsin mayli. Gumon shamollari meni silkitishi mumkin. Lekin ichimdagi pinhon bir joy bor. Qo'l tegmagan oromgohga to'lgan bir makondir. Mushu jimjitlikda men yo'limni topaman. Endishlarningki chigish yo'llaridan bo'sib, u yerda mansublik nuri parlaydi. Har qandaq soya g'oyib bo'lib ketadi. Bu ham ikkili paragraf deb yozdim, u 7 paragraf hemen o'qisam ham uzun ketadi ekan. Bu birinchi kitobimningki 98-she'ri. Asvidor qo'lingizda bor, uyga berib boqasiz. Andan yoshlarga deydigan yana bir hamda biz vatandan ayrıldık bo'libmi yoshlarning aylanib ota-onalar yoqlab qilib qolgan bo'lsa, ya bo'lmasa o'zimizningki ichimizga dard alamlarni saqlab yurgan o'zimizning birodarlarimiz meshadiki hammasi, do'stlarimiz, singillarimiz, adlarimiz degandek shu chiroyli o'zini yeniklantiradigan she'rlarni o'qib bersa, o'zining kayfiyatimi nihoyatda ichilib ketadi. Men bir she'rim botdi. Uni hammadan o'qiganlar yaxshi ko'rdim. Yana bir deb qo'ydiganim
Benim bir YouTube kanalım var. Gulnaznınki şeriat guzarlığı ve maliye sahasida to'g'risida YouTube kirib ko'ringlar. Nurg'un she'rlarimni naqshiga qilib muzikalashtirib uni o'zim ishlab chiqaryapman. She'r o'qigandan muzikasini chiqarib xalqlar yaxshi ko'rdi ekan. Hamda men odamni xush qilgan bir she'rim meyada izingizdan gullar unsin degan she'rim. Buni hammanglarga tavsiya qilaman. Kayfiyatinglarni o'ngshab qo'ygangan aytib bir yaxshi go'zal bir she'r. Izingizdan gullar unsin. Arzu ve mihriniz yapraklarında. Güzellikler sizge egesin hayatının rengarenk bahçelerinde. İzinizden güller insin. Çeksiz yorukluk dalasıda. Yıldızlarınız çaknap dursun. Siz koğulaşkan her bir nişanda. Bunu 9 kubletlik şiir, ben 2 kubletini okuyay. Müşini tavsiye qilman. Kayfiyatinglarni nayt chiroyli yaxshi o'ngshab qo'ydi. Boshqa uzunroq hammasini o'qisam bak uzrab ketadi ekan. Mashada to'xtab turay. Rahmat Gulnozada. Rost degandek she'rlaringizdan oxirini bir xil umidvorlik bilan tugatganingiz. Mening endi nimalarga deb qo'ydiganim o'qirmanlarga şu özümüz tatqan azaplıqlarni, ko'ngilsizliklarni hammasini yozma. Ammo men haqlarni bu qorong'ulikqa tashlab qo'ymay, oxirida yana bu yo'riqlikni boshlab chiqib, umid bilan boshlab o'taman. Masalan, she'rimga uxlamaydi degan she'rimda mush necha yilning bo'lgan azapliklarni hammasini yezib chiqdim. Oxirida Şiringulni chipbatgan bo'lsam yana tegdi yıldızları. Yani qaytadan unib chiqadi Şiringul uxsimi deydigan. Yani eng oxir hayotninki yo'riq tarafida tasvirlashni oxirida yaxshi ko'rmagan. Nurg'un she'rlarimning oxirlari sap oldida beshimiz kelgan qiyinchiliklarni, ko'ngilsizliklarni keyinda uni tahlil qilib ratlab chiqib eng oxirsida bir umid bog'lab, umid bilan, yo'riqlik bilan tugatishni yaxshi ko'rganman. Shu hayotning yo'riqlik tarafini chiqaroq yozman. Rahmat. Men his qildim abay she'ringizda har qanday qorong'u soya bir kun yo'qaydi deganingiz menga ta'sir qildi masalan. Biz shuni kutimiz albatta xalqimiz bunda azap ichida yuravermaydi. Albatta bir kun bizning erkinlik erishadigan kunimiz keladi. Shunga hammamiz birga kuch chiqarsak, birlik baravarlik ichida kuch chiqarsak, chuqum shu kun keldi deb o'ylayman. Aziz sizning oxirgi qatim shu yosh shoirlarga qiladigan tavsiyalaringiz. Albatta mening tavsiyam bor yoshlarga shu bizniki diaspora yani muhojiratga ahvolimiz biroz murakkab. Chunki biz nihoyatda tarqoq yashaymiz dunyoning har ellarda, bo'libmi g'arbda yoki muhojirat bo'lgan yoshlarımizda Uyg'ur tilini mükemmel işletish, öğreniş imkaniyatlari ko'p tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, vatanida mükemmel tarbiyada cho'ng'ish fursati yo'q, ammo tirishadi yoshlarimiz. Shu men shaxsan meningki yoshlarga aytadiganim, meniki shu personal blog azisalkin.org /en Şu blogda meniki nurg'un she'rlarimniki tekst ve ovoz arxivlari bor. Shuni she'r yozishni orzu qilgan yoshlar anglasin, o'qisin. Va shundaqla men masalan dunyoning har qaysi yerlarda Uyg'ur ona tili maktablari bor. Shu oddiy barmoq vazirlik qo'shiq deymiz. She'rlardan boshlab biroz yoz o'qishni o'rgangan yoshlarimizga agarda xohlasa men masalan bu maktab ana Washington DC, Fairfax'ga ana til maktabi ve dünyanın qayçalar maktablar albatta men webinar tor orqali oyda bir qatim albatta men xohlayman vaqtini chiqirman. Yarim soat yoki 1 soat shu she'r yozish xohlaydigan, o'qish xohlaydigan yoshlarimiz albatta oddiy barmoq vazirlik qo'shiqlarni yozishni shundan boshlandi she'r o'rgatsam u bolalar albatta xush bo'ladi, faxrlanadi o'zidan. Uyg'ur she'riyati haqida ma'lumot bersam, yordam qilsam bundan xo'shalliqim bu bir masala. İkinci deydiğim vaktimiz qancha bor.
Ben bir şiir en arka ben bu şiirini elbette azaplı Uygur şeriyeti ve şiirisi azaplı çıkış bilen birge bu gelecekki yani her bir kişi ümit bağışlaydı. Ümit bilen bu şiir yani ümit bağışlap ümit bilen etigi bakışqa ündeydi. Meniki şu 2020 yılı Atirgüller'de bir şiir yazıldı. Bu şiirini aynı vaqt İngilizce yazıp kapırken bu şiirini. Şunun bilen bunu Uygurca tercüm kılsam özüm yaxşı tercümen bolsam ama muşuniki hissiyat cihetten yüz çıkma dep qarayman herhalde bu tunji qatim İngilizce yazılgan bilen bir şiirini Uygurca yazılgan asmamızın farkı var. Hissiyat ki mesele bu. Bu şiir kim şu Los Angeles Book of Review'de nadir şiirler katarda neşr kılınıp dünya taqıtıldı ve Uygur şiirden kitabını şu şiir bilen tügeydi. Kim bu Amerikan Kongresi'de mi Haliyada bu şiirden demiş oldu. Bu şiirin ismi Roses İngilizce. Doğrudan tapalasılan Uygurca Atirgüller. Bu şiirdeki en arka iki kıldan okpire uzun bu şiirin həcmi. Hemmizge bir ümit bağışlansın demekçi büyük söhbetimizin ahırda. Atirgüller. Bu şiir 2017 yıldan başlap Xitayning 20 asrdagi jazo lagerlariga tutqun qilingan millionlagan begunoh Uyg'urlarga bag'ishlangan. Gerçek küz bolsumu, bağçamdaki yupurmaklar yanıla yeşil. 3 yıl ilgiri östürgen tunji Atirgül, merhum atamның vayron qilingan namsız qabrisining xotirasiga bag'ishlandı. Ben ikinci Atirgül'ni ötken yılı Anlar Bayramı günüde bağçamı tiktim. Üçüncü Atirgül'ni lagerlardan aman kalgan namsız Uygurlar üçün tiktim. Atirgüllerim ümit bilen çiçeklevatıdı. Erkinlik melodiyasını eğitivatıdı. Baharının kelişini kütmez gahida. Ular bizge şunu eğitidi. Hayat kaliş nimi diyen güzel. Tinç yaşaş hem bu güzel dünyada. Tegdi. Rahmet sizge. Ahırda programını ayaqlatıştım burun deydiğen sözünler var mı? Ruh sağlamlık degan programımızı yaxşı uyuşturdunlar. Men ayt hoş buldum. Rahmet sizlerge. Mening deydigan sözüm siz qanchalik ichingizda og'riqlar bo'lsin, azoblar bo'lsin, siz yolg'iz emas. Hammamiz siz bilan birga. Hammamizningki shunday hissiyotlarimiz bor, chunki biz vatandan ayrıldik. Bu yoqlarda musofir butun urug' tuqqanlarimiz, ana tuproqlarimiz shu yoqda qoldi. Shuning uchun ichingizdagi dard alamlarni teshig'i chiqarish nihoyatda bir muhim. Teshig'i bir chiqargan keyin siz buni qarab tursiz, ichingizda sizni tepib, ichingizni tatlab turmaydi. Teshig'ingizga chiqargan keyin bu oldingizda turdi. Oldingizda turgan keyin buni siz o'ylaysiz, tafakkur qilasiz, analiz qilasiz. Ana shu orqali o'zidan bir shifolik topasiz. Shundan bir shifolik topasiz. Bu shifolik bo'lgandan keyin şu içinizden bir çıkarıverdiğiniz öz bir şifalık. Bir şifalık tapqandan keyin sizge hayatta ümit bağlandı. Anadan keyin özümüzdeki her xil medeniyet faaliyetlerimiz, mesela muqam anlaştayımız, klasik meşrep oynaş, atlas köynek, kanuva köynek, top kiyiş, yoki hikoya etish, qo'shmoqlarni so'zlash degandek har xil faoliyatlar odamninki ichidagi besimliklarni, ichidagi azoblarni chiqarishga foydali. Undan sirt vaqtingiz bo'lsa, yaxshi she'rlarni o'qisangiz, o'zingiz yozmasangizmi, sizningki ichingizga men mushtaq o'yladim, men yolg'iz emasmanman. Bunda o'ylayotganlar she'rda shunday yozibdi. Masalan, mening necha she'rimni shu Fairfaxdagi o'pchiramdagi do'stlarim degan. Men dal mushtaq o'ylatdim. Mush yozgan she'ringiz meni davotgandaklar. Masalan, ko'yayotgan sham deganni bir narsa dedi. Mush she'r uni naqsh qilib
chiqargandim. Muşunaqşini anglab bir men xuddi meni so'zlab atgandek tuyuldu, xuddi mendek tuyulaman deb. Shuning uchun ashundaq o'qisangiz she'rlarni o'zingiz yozmasangizmi, o'zingizning yolg'izlik emasligingizni, hammamiz birga ekanligimizni bildirdi sizga. Shuning uchun shuningdan shifolik topsiz, umid bog'laysiz. Hammanglarga rahmat. Mushunchalik so'zlar. Ko'p rahmat Gulnazada, vaqtingizga. Sizning oxirgi so'zingiz. Men oxirgi so'zimni o'rtoqlashaman sizlar bilan. Albatta Uyg'ur she'riyati u Uyg'ur millatiniki milliy mavjudlikniki eng muhim omillardan biri. U Uyg'ur tiliniki fasohatlik bayoni. Uyg'ur tilining go'zalligi, Uyg'ur kimligi, Uyg'ur rohiyati she'r orqali ifodalanadi. Shuna she'r o'qinglar va she'r yozinglar. Yoshlarga shuni tavsiya qilaman. Qiyinchiliklar bo'lsa albatta birga o'rgansak bo'ladi. Chunki bu Uyg'ur she'riyati Uyg'ur tiliniki javhari. Nihoyat muhim milliy mavjudligimizda va shundaqla azoblarga, zulmlarning ustidan ya'ni g'olib kelish bu jihatlardan ro'y sog'lomligimizni yaxshilashdan nihoyat muhim ahamiyatga ega. Sizlarga rahmat. Ko'p rahmat she'ringlarning vaqtini chiqarib bu program qatnashganiga, sizlarning she'ringlarni Freeze. Okay, qayta ulandiq.